Her birimizning hayotida har xil xatoliklar, har xil kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ammo tarovih namozini qanday o'qiymiz desangiz, tarovih namozi o'qish usuli bo'lsa, namozxon demak aziz qarindoshlar, tarovih namozi faqat bir qatimliq ibodatlar emas, balki ichilib dozaq mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy bo'ldi. Aziz qarindoshlar, kechining jimjitligida millionlagan musulmonlar Allohning huzurida tiz bukib, qo'llarini ko'tarib, qalblarini ichib turadi. Bu Ramazon kechalarining takrorlanmas go'zalligi tarovih namozining ruhi lazzatidir. Her bir secde bilen kalpler yürüydü. Her bir ruku bilen ruhlar paklanıdı. Her bir tekbir bilen iman küçüydü qarindoshlar. Allah Taala Qur'oni Karimda özünün bendeleriga kechining jimjit vaqtlarida özü bilen mungdish fursatini taqdim qilib mundaq deydi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madihlanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhakkak iştir. Mana bu mübarek ayet kechilik ibodatning inson ruhiyatiga bo'lgan cho'nqur ta'sirini va uning Allohning dargohidagi alohida o'rnini ko'rsatib beradi. Shuningdek, Ramazonning har kechasi qalblar nurga cho'madigan, ruhlarning poklanadigan, gunohlarning yuyiladigan, iymonning yengiladigan muborak paytlardir. Bu paytlarda o'qilgan tarovih namozi faqat bir jismoniy harakatlar emas, balki u ruhning Alloh bilan bo'lgan sirliq suhbati. Qalbning bo'lsa ilahi muhabbet bilen bağlanadigan muqaddas vaqtlari. Bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men qama Ramazana imanan ve ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimiki Ramazan ayida iman bilen ve savab ümit qilib turib tarovih namozi o'qisa, uning ilgirki gunohlari mag'firat qilinadi. Imom G'azali rahimahulloh Ramazan kechalarini ibodat bilen o'tkazish qalbning nuri, ruhning uzuqi va iymonning kuchidir degan. Aziz qarindoshlar, Ramazan oyi Allah Taala bizga in'om qilgan eng qimmatli sovg'atlardan biri. Bu muborak oy bizga Alloh bilan yangi bir boshlanish, yangi bir munosabat qurish fursatini taqdim qiladi. Har birimizning hayotida har xil xatoliklar, har xil kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ammo Ramazon bu xatoliklarni tuzitish va ruhiy jihatdan yükselishning oltin fursatidir. Shundaqli tarovih namozi Ramazon oyining eng muhim ibodatlaridan biri. Bu ibodat faqat odatdagi bir sunnatlar emas, balki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi ve sellem ta'kidlab tavsiya qilgan sunnati muakkada amaldir. Tarovih namozi musulmonlarning ruhiy tarbiyasida, iymoniy kuchining oshirilishida nihoyat muhim rolga ega. Shundaqli tarovih namozini ado qilishda intayin keng imkoniyat berilgan. Siz bu namozni masjidda jamoat bilan birga o'qisangizmi, uyingizda yolg'iz bolalaringiz bilan birga o'qisangizmi bo'ladi. Ammo masjidda o'qish jamoat bilan birga bo'lishning barakatini, musulmonlar orasidagi birlikni kuchaytirish, ijtimoiy munosabatlarni texmi yaxshilash fursatini beradi. Har kuni kecha masjidda yig'ilish, birlikda ibodat qilish orqali jamiyatda qarindoshlik tuyg'usi texmi kuchaydi. Ammo ba'zi sabablar tufaylidan masjidga bora olmagan kishilar uyda o'qisin bo'ldi. Lekin bizning tavsiya qiladiganimiz albatta masjidda jamoat bilan o'qib tarovih namozining savobini to'liq va hassilab elish. Kunduzlar ro'za tutish orqali nafsimizni tizginlaymiz. Nimadan tizginlaymiz? Yemak ichmakdan, yolg'on so'zlashdan, g'iybat qilishdan, boshqa yomon illatlarning hammasidan o'zimizni tizginlaymiz. Kechasi bo'lsa, tarovih namozi o'qish orqali bu ruhiy tarbiyani texmi yuqori pallaga ko'taramiz. Tarovih namozi kunduzdagi ro'zining ma'naviy tamomlanishi, ruhiy mukofotidir. Bu haqda Imom Navaviy rahimahulloh tarovih namozi garchi sunnat bo'lsa-mu, u Ramazonning eng muhim ibodatlaridan biridir. Chunki u kunduzi tutgan ro'zining ma'naviy mukofotidir degan. Shuningdek, tarovih namozi o'qish orqali biz Qur'oni Karimni tinglash, uni tushunish fursatiga ega bo'lamiz. Bu bizning Allohning kalomi bilan bo'lgan munosabatimizni texmi kuchaytiradi, qalbimizni texmi nurlantiradi. Shundaqli tarovih namozi bizni kechining barakatli vaqtlarida ibodat qilishga ko'ndiradi. Tarovih namozini qanday o'qiymiz desangiz, tarovih namozi o'qish usuli bo'lsa, namozxon xotirjam, tamkin holda o'qish kerak. Ba'zi kishilar tarovih namozini bek tez o'qiydi. Xuddi to'q cho'qiyotgandek tez o'qiydi. Bu asla to'g'ri o'qish usuli emas. Namozxon payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasi bo'yicha o'qish kerak. Namozni donimi dona,
to'g'ri, chiroyli ovozda o'qishga tirishish kerak. Chunki namoz islomning turiki. Qiyomat kuni banda eng avval namoz haqida so'roq qilinadi. Demak, aziz qarindoshlar, taroveh namozi faqat bir qatimliq ibodatla emas, balki butun Ramazon bo'yicha davomlashadigan ruhiy tarbiya programmasidir. Bu ibodat orqali biz o'zimizni tarbiyalaymiz, ma'naviyatimizni kuchlantiramiz, Allohga bo'lgan muhabbatimizni texmi oshiralaymiz. Alloh subhanahu va taolodan barliq musulmonlarga bu muborak Ramazonning ro'zasini tutish sharafiga erishishini, taroveh namozlarini chala qo'ymay to'liq shaklda ado qilishga muvaffaq qilishini so'raymiz. Amin.